Eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi joriy etiladi. Soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini oshirish va faol soliq to'lovchilarni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi joriy etiladi. Bunda g'oliblarni aniqlash bo'yicha mezonlar quyidagilar: har 1000 nafar aholiga to'g'ri keladigan kichik biznes subyektlari soni, har 1000 nafar aholiga to'g'ri keladigan kichik biznes subyektlari tomonidan to'langan soliqlar miqdori, har 1000 nafar aholiga to'g'ri keladigan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lovchilar soni, har 1000 nafar aholiga to'g'ri keladigan o'zini o'zi band qilgan fuqarolar soni va ular tomonidan to'langan soliqlar miqdori, mahalla fuqarolari tomonidan mol-mulk va yer soliqlarining to'langanlik darajasi. Eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi g'oliblari uchun quyidagi rag'batlantirish choralari joriy etiladi. Tashabbusli byudjet doirasida ketma-ket 2 marotaba g'olib deb topilgan mahallalar uchun navbatdagi 2 mavsum doirasida loyiha kiritish imkoniyatini cheklash qoidasi qo'llanmaydi. Loyihalarni sheriklik asosida moliyalashtirishda ushbu mahallalar aholisi tomonidan loyiha qiymatining 25% moliyalashtirilgan taqdirda loyiha g'olib deb topiladi hamda qolgan 75% davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Belgilangan mezonlar asosida har yili birinchi 100talikka kirgan eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalarning har biriga davlat byudjetidan 2 milliard so'm miqdorida mablag' tegishlicha mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasiga ajratiladi.